Xudo, shu ortiqcha xarajatlar shartmi? 2 yosh baxt. Bizda har doim issiq bo'ladi-yu. Aka 40 ming bo'ldi. Sizga ikkitami? Tugatdim aka. Bo'ldimi? Bo'ldi. Keyingi tandirni yopmay qo'yaver. Nimaga? Ketamizmi? Etga nima qil? Xo'p aka. Bizda non qolmadi-ya. 150 metr tepada yana bitta novvoyxona bor. Yaxshi non yopadi. Begis aka bormi-la? Manman, keling qizlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Alaykum Charchamayapsizmi? Yoninglardan choyxona ochgan edi aka. O'shanga kuniga 100-120 ta non kerak bo'lyapti. Bizga non yetkazib bera olasizlarmi? Aka, biz sal ulgurmayapmiz-da. Ha, yo'q. Buyurtmamiz ko'p. Biror bir tanishlaringiz bormi? 150 metr tepada Shuhrat Novvoy bor. O'shanga uchrashing. Qilib beradi lekin. Bo'ldi, tushundim aka, aka. sog' bo'ling. Rahmat. Aka, boyadan beri klientlar kelyapti, qaytarib yotibsiz. Bular-ku mayli, 2 ta 4 ta olar. Lekin oxirida qaytarganingiz nima degani aka? Kafega deb turibdi-ku, kuniga 100 ta olaman deb. Hamma narsamiz yetarli bo'lsa, kuchim bor, bir og'iz aytsangiz taqillatib yopib tashamayman. Unaqa emas-da endi. Roshan. Odam bu hayotda faqat foyda uchun yashamaydi-ku, ukam. Qo'shni Shuhrat aka Novvoy. Yaxshi taniysan. Yaqinda qiz uzatdi, bilasan. Quda taraf sal injuri chiqibdi. Mebel, yana bir narsalar, hamma narsani olaman deb qarzga kirib qolgan. Yordam qilmoqchi bo'ldim. Olmayapti. Oldi hayit. Quda taraf hayit qilamiz, katta qilib da'vatgan ekan. Bir talay spiska berishgan. Nima qilishini bilmay boshini changallab o'tiribdi. Sen bo'lsang, Men sizni noto'g'ri tushunibman aka. chiqsa yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shuhrat aka, Yaxshimisiz? siz bo'lasizmi? Men. Aka, shu desangiz yoninglardan choyxona ochganmi? Xo'p. Kuniga 100-120 ta non kerak bo'lyapti. Non? Ha, yopgan non. Pulini 1 oy oldin beraman. Birga ishlaylik, aka. Roziman. Barakangizni bersin. Rahmat.